Dasturimiz orqali tarixiy inshootlar, yurtimiz hududidan topilayotgan noyob artefaktlar haqida lavha berib boriladi. Xususan, navbatdagi lavhamizda Qadim Axsikentning bugungi qiyofasi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari xususida muxbirimiz xabar qiladi. Axsikentning yangi qiyofasini barpo etishda mamlakatda birinchilardan bo'lib turizm klasteri konsepsiyasi amalga oshirilmoqda. Bunda 15 turdagi turizm mahsulotini eksport qiluvchi tarmoq, 8 ta ochiq osmon ostidagi muzey, asosiy ramziy darvoza, mudofaa devorlari, muzeylar, pavilyonlar, amfiteatr, hunarmandlar shaharchasi, umumiy aytganda qadim shaharning yangi innoversiyasi barpo etilmoqda. Umumiy loyiha qiymati $30 million atrofida baholanganda, bugunga kelib bu $40 million yetdi. Gastronomik turizm markazlari, hunarmandchilik markazlari barpo bo'lyapti. Chindan, Axsikent 3000 yillik tarixga ega noyob arxeologik obyekt va tarixdan to'g'ridan-to'g'ri so'zlovchi manba ekani bilan barchamiz uchun juda qiziq. Axsikentning yangi arxeologik obyektlaridan yana biri bu mana shu ochiq osmon ostida qurib bitkazilgan yangi muzey. Muhtaram prezidentimizni alohida tashabbuslari bilan Axsikent bugun yangicha qiyofa ochyapti. Axsikentning tamadduni Rimmi, Afinen tamaddunidan kam emas ekan. Yaxlit 100 gektar maydonda saqlanib qolgan bunaqa arxeologik dunyoda yagona. Biz 19-obyektda turibmiz. 19-obyekt Axsikentni o'sha mudofaa devorlari tarixidan so'zlaydi, bilasiz. Mana shu orqamizda turgan devor miloddan avvalgi 3-asrda qurilgan. Birinchi shahar qo'rg'oni sifatida e'tirof etiladi va buni saqlanib qolgani ham mo'jiza. Ikkinchi bosqichda esa milodning 5-asrda qariyb 1,5 ming yillik devor bu yerda bor va uchinchisi 1219-yilda qurilgan. 800 yil bo'lyaptiki, mana o'sha 3 bosqichdagi devor saqlanib turibdi. Devor qurilish texnologiyasi umuman juda murakkab. Bu devor o'sha Xitoy devoridan ham oldin qurilgan. Balandligi o'zlarida 25 metr, eni esa 20 metrni tashkil etgan. Devorlar orasida shu harbiy kazarmalar joylashgan. Maqsad mana shuni yosh avlodga ko'rsatish. Axsikentda ayni paytda qurilishi davom etayotgan yana bir maydon bu antik maydoncha. Bu yerda eksponatlar muzeyi, kichik amfiteatr hamda tarixni o'z holicha tiklash maqsadida aynan shohlar uchun xizmat qilgan kabutarxona ham qurib bitkazilyapti.